Alloh taolo mulk surasida nima deydi? Tabarakallazi biyadihil mulk va huwa ala kulli shay'in qodir. Mulk sohibi bo'lgan, ya'ni mulk uni qo'lida bo'lgan zot, barokatli, barokat egasi va u har narsaga qodir bo'lgan zot. Allazi xalaqal mavta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. U o'limni va hayotni qaysi biringlar go'zal amal qilar ekansizlar, shuni sinash uchun yaratdi. Ya'ni insonga Alloh taolo mulk ato qildi. Mulk deganda faqat pul tushunilmaydi. Mulk deganda tanamiz, ichidagi ruhi, aqlimiz va shu bilan birga bizga berilgan uy bo'ladimi, farzandlar bo'ladimi, ayolimiz, mol dunyo, butun bu hayotimiz, vaqt, hammasi bizga berilgan mulk nima uchun berildi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarni qaysi biringlar yaxshiroq amal qilar ekansizlar, shuni sinash uchun. Ya'ni bizga berilgan mulk sinov uchun berildi, omonat qilib berildi. Bu o'zimizniki deb o'ylab qolmaylik, u vaqtinchalik. Chunki vaqti kelganda tortib olinadi. Yoki mulk bizdan ketadi, yoki biz mulkdan ketamiz u dunyoga. Tashlab u mulkka demoqchiman, ya'ni vaqtinchalik bu. Vaqtinchalik bo'lgan narsa nimaga dalolat qiladi? Sinovligiga. Vaqtinchalik narsa sinov degani. Abadiy emas-ku bu. Ya'ni inson tafakkur qilishi kerak, fikrlashishi kerakki, bu mulk meniki emas. Men ega emasman bu narsaga. Men hatto o'zimni tanamga ham ega emasmanki, xohlagancha yasholmayman, haqqim yo'q men. Alloh buyurgandek yashashim kerak, Alloh buyurgan yo'lga sarf qilishim kerak, ya'ni quvvatimni, bu tanamni Alloh rozi bo'ladigandek hayot kechirish bilan buni haqqini ado qilishim kerak. Uni shukrini ado qilishim kerak.